Assalomu alaykum. Xayrli kun desam ham bo'ladi, yaxshimisizlar? Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz bugun o'sha chiqargan videomiz, o'sha kasal akamiz, Ismoil akamizni uyiga kelganmiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Biz shu bir ikkita telefonlarga qarab uy joylarini ham ko'rsatib o'ting, qanday sharoitda yashayapti degan insonlar uchun sharoitlarni ham ko'rsatib ketamiz. Xudo xolasa kimdir 50 ming, kimdir 100 ming, kimdir 10 ming shu insonlarga yordam qilinglar. Yaqin bir kunlik ekol dorisi 400 ming, 500 ming bo'lib turgan vaziyatda shu ekol dori qilsa qorinda yo'q, qorinda qilsa ekol dorida yo'q. Sal qo'llaversalar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Biz hozir kelyapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu so'rilari, o'zlari qilgan so'rilari. Bolalar bilan kechga o'tirib choy ichgan joylari. Ko'p oshxonalarimizni ko'rsatasizmi? Yangi shu uy joylaringizni topda yangi. Obunachilarimiz bilan salomlashib oling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana bizda oshxonamiz endi. Sharoitlar bir o'rganib olingizlar. Qo'llaringdan kelgancha yordam qilsalaring yaxshi bo'ladi. Uylardan aka sog'ligi qochgan bo'lsa ham qo'lidan kelgancha qilgan. O'zlariga yarasha qilgan. Mana shu oshxonalari hozir nima qilamiz? Kim bo'lsa ham qo'lidan kelsa, pitaniyasi, bicharasiga bo'lsa yordam qilinglar. Yangani telefon nomeri o'ziniki, kartasi o'ziniki. Qo'llaringdan kelgancha ehsonda bardavom bo'lasizlar degan umiddamiz. Nasib. Qaranglar, o'zi yarim jon, kiyinaymiz, o'zi yarim jon. Shunda ham baribir qishda o'ylaydi-ku biz ayollar. Xuddi shuni ham chiroyli qilib bankalar yopib qo'yibdi. Maniki. Yangam qo'li farzandlar, o'z dafmon bo'lsa ham ishlariga 5 desa ham bo'ladi. Shu mana sharoit, mana shu gaz, o'choq, uy joy shu. Aylantirib bo'lsa, Alloh sizdan rozi bo'lsin yanga. Shuncha hamma ayollar nelar qanaqa chiroyli, mebellari, hamma narsasi bor. Lekin shunga ham qanoat qilyapti. Bu yangamiz faqat sizlardan iltimos qilyaptiki, ozgina ko'maklashsalaring shu bolalarning boshiga. Akamiz sog'omon bo'lsa bo'ldi, boshqa narsa so'ramayapti. Kam-kammi, ko'p-ko'pdanmi bir saxovat pesha insonlarimiz borki, bir kishimi shu insonga yordam qilib, shu akani davolashga yordam bersalar, xudo xolasa o'zlari sharoitlarda ham qilib oladi. Yo shu kimdir nimasindir olib beraman desa ham, mana shu yashab turish qo'llaringdan kelsa yordam beringlar. Endi shu akani oldiga kiramiz. Bunday aynalib o'tsak, musulmonlar uylarini, agrodlarini sotgan payt, bular boshqa kishi o'zi qurib olgan. Eski narsalarni olib o'tgan. Mana bu yoqqa nimalari? Bu taniysiz-a? Issiq suv sovuq bormi? Issiq suv sovuq ham yo'q bu uyda. Iloji bo'lsa kimdir arslon olib beraman, kimdir suv qilib beraman desa ham, nima deydi, bir kasal insonni hojatini chiqarsa yaxshi bo'ladi. Tamam, ne bo'lsa qo'shnining uyi ochiq-sochiq. Ne o'tib nima qilsa ham yopib olish kerak, lekin aka sog'lov to'g'ri kelmaydi. Uyda orqasiga bir ag'ar bor ekan. Hozir tadbirga kiramiz, suv o'tyapti-da. Ag'ardan ketaylik, shulakani olib kiramiz. Uzun ariq ko'p ketsa, bu arig'imizga ko'p ketsa 1 tonna sement ketadi. Bir 4 ta ishchi hasharchi usta puli bo'lsa, agar mardikordan olib kelsa ham 200 ming olib kelsak, 4 ta odam 800 ming bo'ladi. Agar pitaniyasi obedligini qilib beramiz bir kunga desak, 200 ming hisoblasak ham, chunki bularga nagruska qilib bo'lmaydi. 200 ming hisoblasak ham, yaxbag'man shu ariqda qilishimiz uchun 1 tonna sement bilan 2 million bo'ladi. Kimdir men qilib beraman desa, qo'llab-quvvatlavorsangiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin, yaxshi ish bo'ladi. Chunki uyda tagiga suv kiryapti.
Chunki akam sog'lig'i yo'q. Bugun bo'lsa, erta bo'lsa kimdir qilib berish kerak. Shuni biz qilib berib, kimdir bizniki, bizning obunachilarimizdan shu savobni olaman degan bizning obunachilarimiz ichidan bo'lsa ham, ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Yuringlar akani ahvolini ko'ramiz. Hisobiga qurilgan. Imkoniyati yetmagan. Misol dirza, akvapark, dirzalar qilib chiroyli qilib olish kerak, lekin iloji yetmagan. Shuni ham qilib ber demayapti. Men shuni yoritib ketyapman. Chunki uy joylarini ko'rsat degan obunachilarga shuni men yoritib ketyapman. Endi kasal insonni bitta joyini ham chiroyli qilsangiz, qancha xursand bo'ladi. Bitta kamit yozayapsizlar-ku, Allohim shifo bersin deb. Уже kamit yozayotgan kamitlaringizga ham aka qancha xursand bo'lyapti. Qo'llab-quvvatlasalaring umuman ham zo'r bo'ladi. Xudo xohlasa. Mana shu uy kechga o'tirib, dam olib, choy ichayotgan joylar, shu yerlardan chiroyli qilib remont qilib bersa bo'ladi. Buni ham oshxonasini, mehmonxonasini. Bu mehmonxonasi ekan. Endi yoqiga ham kiryapmaylik, akani olib kiraveraylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? To'g'risiz? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat aka. Sog'misiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Allohim shifo bersin akamizga. Qo'llab-quvvatlab, akamizni duo qilinglar. Kam-kamdan bo'lsa ehson qilib, qo'llaringdan kelgancha yordam qilinglar. Ehson qilib emas, oz-ozdan bo'lsa ham qo'llavorsanlaringiz inshaalloh akani bir nima sharoitlarini ko'rsatib, bitta joyini ham chiroyli qilib bersak, o'sha aka xursand bo'ladi. Lekin aslida birinchi akani doktorga olib borishimiz kerak Toshkentga. Oz-ozdan bo'lsa ham bitta inson ham qilishi mumkin. Bitta qalb ko'zi shunday ochilib ketsa, bir sahoba pesha boy akalarimiz ko'p O'zbekistonimizga. Musofir yurtlariga ham o'ziga yarasha bor akalarimiz bo'lsa, qo'llab-quvvatlab borsa yaxshi bo'lardi. Aka, nima gaplar, nima vaziyat akajon? Gapiring. Vaziyat shu. Nima qiladi? Vatan vaziyatim shu. Xudodan najot beradi. Nima qiladi? Obunachilarimiz Xudo rozi bo'lsin, ulardan hammasi yordam bersa, Xudo xohlasa ishimizni o'rnidan ketadi. Tezroq yordam ketadi. Oyoqqa tursadim qanday. Inshaalloh nasib. Xudo xohlasa aka, Alloh shifo beradi. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasiz. Biz duolaymiz. Akajon, meni obunachilarim kam edi. Inshaalloh ko'payib qoldi. Balkim efirlarim bugun ertadan ochilib ketar. Duo qilavering. Keyin bizni kuzatib borayotgan akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, ukalarimiz. Xudo xohlasa telefonimda ham bo'lyapti. Yordam qilamiz, oyligimiz tushsin degan insonlar bo'lyapti. Xudo xohlasa. Kartalarimizni o'tgan marta aytib bordik. Karta yangamning nomiga yangi o'zgarish bo'ldimi? Kimdir 10 ming tashlatdi. Alloh rozi bo'lsin. Shunga ham shuncha xursand bo'lib kelinglar. 1000 ta odam 10 mingdan tashlasa, bilasizlarmi qancha pul bo'ladi? Mayli 10 mingdan bo'lsa, dajamlar 50 ming tashlasin. Allohim shu 50 million qilib bersin. 100 ming tashlasa 100 million qilib bersin. Bitta akani boshini, mana yotgan akani boshini ko'tarishga sizlar sababchi bo'linglar. To'rtta go'dagini yetim bo'lib qolmasligiga sizlar sababchi bo'linglar. Otasi o'lib qoldi deb keyin qilgan insonlarning foydasi yo'q. Hozir ko'maklashinglar, shu bolalar ota mehrini ko'rib katta bo'lsin. Iltimos sizlardan ozgina qo'llab olinglar. Akani holati shu. Kun sariga vaziyat yaxshi emas, o'rtoqlar. Ozgina qo'llab olinglar, iltimos sizlardan.
ozgina e'tiborli bo'laylik. Alloh rozi bo'lsin kelayimizdan o'zlari mana shunaqa doktorlikka o'qimaganmi kasal qarab doktor bo'lib ketyapti-da. O'qigan senga o'qimay turib doktorlardan o'rganib doktor bo'lib qolibdi. Shu akaga qo'ldan kelgancha o'zlari yordam qilyapti. Alloh yanangizdan rozi bo'lsin. Telefon bo'ldi yanga. Shu mahallamizdan. Yo bugundan yongachadan yengilgina sizlarni zo'rlashga qarashaman deb so'radi telefon qilib. Obunachilarimizga mening nomerim bor. Yengilgina produktda qilib mayda-chuda qilib borsak bo'ladimi dedi. Men bemalol dedim. Sizdan oldin javob berib qo'ydim. Uzr, sizni ham taniydi ular. Bemalol olib boringlar, aka duo qilib qo'yadi. Chunki akam bir kunlik yo'ldosh 400 ming 500 mingda o'rtoqlar. Sal qo'llab boringlar, sal befarq bo'lmaylik. Allah'ım aka sabrli inson ekansiz. Shu vaziyatga sabr qilyapsiz. Shukr qilyapti shu vaziyatga, shu jon o'rganiga shukr qilyapti o'rtoqlar. Qo'llaylar, quvvatlaylar. 10 ming kartamizga befarq bo'lmagan insonni Alloh rozi bo'lsin. Mana shu 10 ming tashlagan 100 million bo'lib qaytsin. Aka shu insonni bitta duo qilib qo'ying. Alloh. Inson qilganlarga qabul qilgan. Onlarga mashhur sog'liqni. Ularga ishonib hammasi dushmanlarga to'g'ri. Oilasini baxtiga sog'liqni. Hech qachon kasallik bo'lmasin. Katta bo'lsin bolalar. Bizni obunachilarimizdan bir ikki telefon bo'ldi. Men nomerim ham bor-da, avvalgi kanalga yuritganimizga nomerimni qo'yganman. Uy sharoitlarini ko'rsatdi aka, ko'rsatdim. Kimdir kelib qilib beraman deb qolsa, bir joylaringizni o'g'irlab berishi ham mumkin qo'lidan. Kimdir har tomonlama ehson qiladi akajon. Boringizga shukr, rahmat. Allohdan so'rang aka, biz bir bandalar sababchimiz, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Inshaalloh g'oyibidan bersin-da, g'oyibidan deydi-ku, hali nasib bo'lsa ko'rmaganda bo'lib ketasiz, yaxshi bo'lib ketasiz. Inshaalloh duodamiz. Ilohim bizni qo'llab-quvvatlayotgan insonlar bir-birlaringga ming bo'lib borsin. Shu akamizni dardlariga Allohim dard berib suygan insoniga shifo bersin. Yangam bilan qo'sha qarab, bolalarini rohatini ko'rib, shu xonadonlarga to'ylar qilib, bizni to'ylarga taklif qilib yurish shu akamiz bilan kelayimizga nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatib boringlar, qo'llab-quvvatlab, kartalarimizga befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar.